Bugun dunyo bo'ylab millionlab muxlislar sevgan eng mashhur multfilm qahramonlari haqida gaplashamiz. Sizning sevimli qahramoningiz ro'yxatda bormi? Videoni oxirigacha ko'ring va izohlarda o'z fikringizni yozishni unutmang. 10-o'rin Scooby-Doo. Qo'rqoq bo'lsa ham do'stlarini hech qachon tashlab ketmaydigan Scooby-Doo ko'p avlodning sevimli qahramoni bo'lib qolgan. Uning kulgili harakatlari va sarguzashtlari hanuz mashhur. 9-o'rin Tom. Tom deyarli har safar Jerryni tutishga urinadi, ammo rejasi amalga oshmaydi. Shunga qaramay, Tom va Jerry multfilmi bugungi kungacha eng mashhur klassikalardan biri. 8-o'rinda Sonic. Ko'k rangli chaqqon Kirby Sonic tezligi va sarguzashtlari bilan dunyo bo'ylab mashhur. Multfilmlari va filmlari ham unga yangi muxlislar olib keladi. 7-o'rinda Hikup. Ajdarxoni qanday o'rgatish kerak multfilmidagi Hikup jasorat va aql bilan ajralib turadi. Uning Toothless bilan do'stligi ko'pchilikka yoqadi. 6-o'rinda Mr. Incredible. Qahramonlar oilasining boshlig'i bo'lgan Mr. Incredible kuchi va oilasiga sadoqati bilan mashhur. 5-o'rinda Buzz Lightyear. Cheksizlik sari va undan nariga degan mashhur iborasi bilan Buzz Lightyear Toy Story ya'ni o'yinchoqlar olamining eng esda qolarli qahramonlaridan biri. 4-o'rinimizda Shrek. Botqoqda yashaydigan, ammo yuragi yaxshi bo'lgan Shrek hazillari va sarguzashtlari bilan butun dunyoda mashhur bo'ldi. 3-o'rinda Po. Oddiy pandadan afsonaviy ajdarho jangchisigacha. Po mehnat va ishonch bilan hamma narsaga erishish mumkinligini ko'rsatadi. 2-o'rinda McQueen. Mashinalar multfilmining afsonaviy poyga mashinasi McQueen tezligi, xarakteri va unutilmas hikoyasi bilan millionlab muxlislarning sevimlisiga aylangan. Ro'yxatimizning birinchi o'rinida o'zbek xalqining afsonaviy qahramoni bo'lgan Alpomish. Jasorati, kuchi va vatanparvarligi bilan tanilgan Alpomish nafaqat dostonlarda, balki multfilm orqali ham ko'plab tomoshabinlarga tanish. U mardlik, sadoqat va adolat timsoli bo'lib, o'zbek animatsiyalarining eng esda qolarli qahramonlaridan biridir. Sizningcha Alpomish birinchi o'ringa loyiqmi yoki boshqa qahramonni tanlagan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va Kinoman kanaliga obuna bo'ling.